Bugun radiator olib keldik. Probkalarni montaj qildik. Xudo xolasa klient zakaz bo'yicha alyumin radiatorlarni bugun almashtiramiz. Mana bu yoqqa toshxona ishda sovuq bo'layotgan ekan. Bu yerga o'tda radiator qo'yib beramiz. Mana bu taglarni rizga qilib, temirni kesib, metallga reza ochib, devorni teshib, mana shu yoqda shunday turib olib kelib, mana shu radiatorni o'tamiz. Bittasi bu yoqqa, bittasini bu yoqqa qo'yamiz. Bittasini bu yoqqa. Shu bo'yicha 3 ta. Mana ishni tugatdik. Mana bu yoqda radiator bor edi. Turbanni kesib, reza ochib, bu yoqqa o'tkazdik. Bu yoqdan turbanni kesib, reza ochib, bug'ladik. Agar radiatorni almashtirish yoki yuvishga to'g'ri kelganda, bulardan yopamiz. Ikkita krandan uni ochib qo'yamiz, ochiq turibdi. Radiator ishga solib buni yopamiz, bularni ochamiz. Shu primoy radiatordan aylanib, darsi yilda davom etaveradi. Ikkinchi radiatorimiz 14 talik. Yani shunday keldi. 14 talik radiator montaj qildik. Sizga ekranga chuqurni bataryalarda mana shu hujjatlarni qo'yish kerak. Radiatorni. Bu yoqda shol qilib apparatni ishladik. Uchinchi radiator uchun mana bu yoqda podacha apparatga turbani kesdik. Bu yoq adapter bilan olib o'tdik. Bu yoqni metallga reza ochdik. Bu yoqga ham reza ochdik. Bunisini kesishga sabab bu yoqga lerka sig'madi. Endi majbur kesdik. Bu amerikanga qo'yib, bu adapter. Shundoq modelini orqasidan o'tkazib, yana o'sha sistema jo'mrak. Xudo xolasa ishimiz uy egasiga ma'qul.